Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanının davamı. 5. 3 gün tip-tinişla ötüp ketdi. Ali Şahbey başçılığındaki Qashqar qoşunları bir neçə qitim jangga ündəb baqqan bolsunmu, Əmri Kəbir Hinduquş Mirza sərkərdlərə öz qarargahlarını məhkəm saqlashqa fərman berib, bargahi oliga bekinivag'inicha midirlamay yetib oldi va sarkarlarning jangga chiqish talabini qat'iy rad qildi. Әмір Kəbirning nima xiyoli borligini bilmagan sarkarlarning bu taqir sayliqda yo oldiga mangolmay, yo kayniga yonolmay ichi pushib ketgan edi. Bugun kundagi odati bo'yicha osh vaqti bilan bargohi oliga salomga kirgan sarkarlar salom sahatni bajo keltirib bo'lgandan keyin maslahatishib olgandeklar o'rinlarida midirlamayla turishdi. Ularning chiroyiga qarabla nima deydiganligini faraz qilib bo'lgan Hinduqush Mirzamo hech nimani bilmagan bo'lib, qasdanga jim turib oldi. Bu jimjitlik xeyli uzun davomlashdi. Әмри Kəbirning hadisla ostoniga qaytirib etaman deb so'z ko'rsatishidan xeyli besqib qolgan Malika muhtaram xonimmo shu erkiligiga yot holda jimib qolgan edi. Turqidan ular jim o'tirishda bahslashayotganda ko'rinadi. Oxir bu jimjitlikda Әмри Kəbir chidamadi. Buruqturmu bo'lib, bir yerga tiqilishib olguncha sirtqa chiqib, shamaldab kirsanglar bo'lmamdu sarkardlarim, dedi u o'tirganlarga takshi qarab. Hech kimdan sado chiqmadi. Bargohi olining ichi odamning nafsi siqilg'udak darajada demiq bo'lib ketgan edi. Sirtda quyosh soyga o't purkuydi. Oftobda birdam turish mumkin emas edi. Bargohi olining ichi bo'lsa, sarkarlarning tiniqida xuddi dabxona etivitilgan tonurg'ila o'xshab qolgan edi. Sirtqa chiqqanningmi foydasi yo'q. Әмри Kəbir janoblari, sirtmi o'xshashli o't otash. Ot choptursak, birdamli shamoldaymiz. To'xtasak, qoq bo'lib turg'ili bo'lmaydi. Әмісі bargohi olining ichi so'rinmikan? Dedi Hinduqush Mirza cheki bo'ylardan saqib tushayotgan tarini balvig'ining uchi bilan eltib turib, terikkan holda. Hech bo'lmasa, o'zinglarning chidirib bargohinglarda soyidanglar. Bu yerga tiqilishib olmay. Bizning Asiya qo'shin bilan jang qilmay, xuddi müşkdən qaşqan çoşqandək qarargohimizga bekinib verishimizning sababini aytib bermisizlar? Sirtqa zotli chiqmaymiz. Әмір Kəbir ota, dedi Malika muhtaram xonim sarkarlarning mutasini oshkorlab. Ori, ayni muta. Bas-basta ovoz qo'shdi, boshqa sarkarlarmo Malikani qo'llab. Behuda qon to'kishdan saqlanishdan boshqa bizga muddao yo'qdir, sarkarlarim, dedi Hinduqush Mirza tomtaqli qilib. Qon to'kishdan qochsaq, nusrat osmondan tushmas. Yo'g'i demaklik, qon to'kish demaklik, adolat qilichini yalang'ochlamay turib, Osiy qo'shinni hargizmo el qig'ili bo'lmas. Bu g'iltan sayning tonur taptida midirlamay turaverib, lashkarlarningmi ichi pushdi, dedi Baranğar qo'shinning amir sarkardasi. Hinduqush Mirza saqilini silab bir oz turib olgandan keyin sarkarlarga takshi qarab turib so'radi. Aytinglarchi, sarkarlarim, lashkarlar oshmi? Yo'q, deb javob berdi sarkarlar. Әмісі ұссыз му? Yo'q. Ularning arasida issiq o'tib, kesal bo'lganlar bormi? Qarorgohimiz yaqin bo'yda tursa, lashkarlar ussiz qolmagandan keyin
Әлбәттә, ысық өтіп кетмейді да. Әппәлі, dedi Hindi Qush Mirza. Bizdə həmmə imkaniyyətlər toluq, ғəmimiz yox. Şuna müdirlimaymiz. Biroq Asiya qo'shinining ozuq tulki bo'lgan bilan suyi yo'q. Ular bir yutum sunimi 20 necha chaqirim yiroqlikdan to'shib akilib ichiyotidi. Tomuzdagi g'iltang soyda ussiz qolgan odamga oson issiq o'tib qoladi. Ussizlik bilan oftob biz uchun Asiya qo'shin bilan jang qilyotidi. Ahvol ashundoq tursa, yana avar bo'lib, nemishqa jang qilgudakmiz? Ko'ngillardagi tugush yeshilgan sarkatlarning chiroyiga kulki yugurdi. Ular ussizlikdan qiynalib yetib emas, navoda chekinib Yangisor qal'asiga bekinib olsa, qanday qilamiz? Dedi Sarkarda Mirza Fazil Churas. Buning javobini heligacha Sarkarda Shirali Bahodir berdi, dedi Hindi Qush Mirza xotirjamlik bilan. Shu chaqda Sarkardalar bargohi olida Sarkarda Shirali Bahodirning yo'qligini his qilishdi. Aslida Hindi Qush Mirza tunugun namoz degar vaqti bilan Shirali Bahodirni bargohi oliga chaqirtib, uni ko'z bog'langan vaqtda yazak qo'shinni boshlab, yov lashkarlarga tuydirmay, ularni aylanib o'tib, kechalab ozg'ina qeyri-churi lashkarlar bilan qo'g'dug'uchisiz qolgan Yangisor qal'asini elib, Asiya qo'shinining chekinib mudofiyalanish yo'lini uzib tashlashga farmon bergan edi. Bu lashkari maxfiyatlikdan boshqa sarkarlarning xabari yo'q edi. Shu asnoda bargoyi oliga kirib kelgan mulozim Amir Kabirga salom qildi. "Ma'lum bo'g'ay, yazaq qo'shindan choparman keldi." "Kirsin", dedi Hindi Qush Mirza. Barliq sarkarlarning ko'zi bargohi oliga kirib kelgan choparmanga tikildi. "Amir Kabir janoblarga ma'lum bo'g'ay, yazaq qo'shin bomdod vaqtidan burun Yangisor qal'asini fath qildi. O'lim yetim ahvollari ko'rilmadi." Sarkarlarning chehriga kulki qo'ndi. "Darhol qaytib, Sarkardanga ayt, qal'aning mudofiyasini kuchaysin. Qal'a ichidagi avomga zinhor zulm solmag'ay", dedi Hindi Qush Mirza Choparmanga. Choparman farmonni ilib chiqib ketdi. "Muhtaram sarkarlarim", dedi Hindi Qush Mirza o'tirganlarga qarab. "O'z qarorgohinglarga qaytib, lashkar sarvozlaringlarni obdan g'izolantirib tayyor turinglar. Peshin namozdan keyin Asiya qo'shinining qarorgohiga hujum qilamiz. Barliq lashkarlarga alohida farmon jakorlansunki, Asiya qo'shinining qarshilik ko'rsatishiga majol yetmagan kasal, ojiz lashkarlarga zinhor zaxm yetkazilmagay. Farmonga xiloflik qiluvchilar lashkari jasoqqa tortiladi." Sarkardalar ruhli holda bargohi olidan yenib chiqdi. 6. Amir Kabir Hindi Qush Mirza haqiqatan to'g'ri faraz qilgan edi. Shahzoda Yo'lbosxonning 2 tuman kishilik muntazam lashkar bilan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning tuman kishilik hamdamchi so'pi lashkarlari 2 kun ichida suv masalasini hal qilolmay patparaqchilikqa tushgan edi. Ularning maxsus suv to'shig'ichi lashkarlari So'gat, To'pliq taraflardan yuzlab ko'tak harvalarga yog'och tunglarni besib, 2 osh peshin vaqtda oran bir yo'l suv akilalaydi. To'shib kelingan bu suvlar 3 tuman lashkar uchun ussab gaz bog'lab ketgan kalpuqlarini namda verishqimi yetmaydi. Suv talishib ko'tarilgan jangi jidallar besiqmaydi. Ussizlikda issiq o'tib ketib, yiqilgan lashkarlarning soni 3 kun ichida 5000 dan oshdi. Issiq o'tib ketgan bu lashkarlar ichti surib, qizitmasi o'rlab, o't otash bo'lib, soyning teshida yetishadi. Uning ustiga hamdamchi so'pi lashkarlardan 3000 ga yaqin odam ussizlikqa chidayolmay bir kechada qochib ketdi.
issiq o'tib og'rib yetib qolganlarmi 2000dan oshadi. Shu sababli Molla Saqi bilan Molla Naqi xalifalarning amir lashkar Ali Shoh Begning oldida tili tutuq edi. Mana endi ular bargohi oliyga kiremmaydi. Xohlagancha jang tadbirlari ko'zlanmaydi. Qutbul Ahtob Pir Buzruki Hidoyatulloh Ishon xo'jasining kashfiyu karomatlarini, sholilarini choshirtib, so'zlab maqtanolmaydi. Navoda bilib bilmay zuvandorlik qilib salsa, Ali Shoh Begning tanbihiga, masxarasiga uchraydi. Chunki Ali Shoh Begning bu ahli suluk bahodirlariga bo'lgan hurmat ehtiromi ko'rinarli tovanlagan edi. Ularni muhtaram bahodir sarkardilar deb hurmat bilan atamasdan masxarlik talaffuzda Janobi Zotil Ahtoblar deb ataydigan bo'lgan edi va xohlagancha mazoq qiladi. Shundaqdimi Molla Saqi bilan Molla Naqi dardlarini ichiga yutib, zo'rg'a hejishib yurishga majbur bo'ldi. Chunki ular bu so'pi lashkarlarning rasmiy jangga duch kelsa, hech qancha kuch ko'rsatmaydiganligini bilib yetgan edi. Asiyada Ali Shoh boshchiligidagi qo'shin xon lashkarlarini yengib olsa, ular bilan billa Ostonaga bostirib berib, xo'jasi Hidoyatulloh Ishonning ko'rsatmasi bo'yicha Ostonadagi necha minglagan isoqiyachi qortog'liq muridlarning qinini eriq qilib oqquzish, terisini so'yib postiga saman tiqish, oqti qilib peyni qirqib tashlash, qinida tugman cho'rgiltish edi. Bundaq qilish so'pi lashkarlarining qo'lidan to'liq keladi. Texi mushu tökbelari uchun xo'jasidan oladigan inomlarni o'ylashib, shalvoqlarini oqquzatdi. Ali Shoh Beg sarkarlari bilan lashkarlarning suv masalasini qandoq hal qilish, kuchlik yovga qandoq taqobil turish haqida bosh qatirib, amal topolmay ralli bo'ladi. Issiq o'tib ketib, qizitmasi o'rlab ketgan lashkarlar og'riq azobida ingrab, zar qaqshaydi. Ammo Molla Saqi bilan Molla Naqi bo'lsa, kesal tekmagan bir qism so'pi lashkarlarini harakatlantirib, jari sama selishib, hukmat o'qib, hu ishotdi. Bu holat xohi kecha, xohi kunduz o'xshash takrorlanadi. Qizitmasi o'rlab ketgan lashkarlar bir-birlab jon taslim qiladi. Ammo jarra sama bo'lsa, bu o't otash qarg'ish takkur soyni larziga silib, lashkarlarga orom bermaydi. Ali Shoh Beg bu qizitmaning yuqumliq kezikka aylanib, putkul lashkarlarga talofat yetkazishidan xavfsirab, yuragi suv edi. Xonaqoga borganda silib-silib bu jarri samolarni, muhtaram so'pilarim deb vaqiraydi Ali Shoh Beg sabr qaçısı tolup. Eshak o'lib olsa, ko'ti g'ejak tortibdi deb nimanda qamlashmagan ish bu? Molla Saqi bilan Molla Naqi qarab do'q qiladi u. Janobi Zotil Ahtoblarim, bilib qo'yisizlar. Jarri sama bilan kuchlik yovni yengil bo'lmas. So'pi lashkarlarni halqi suhbatga mashg'ul qilgucha, jangbozlik mahorati bilan mashq qildirsizlar. Ular sapoyi chilishni emas, qilish, nayza o'yintishni o'rgansin. Rasmiy jangga tushganda 100 sapoyi ustidan bir qilish g'olib kelur. Xalifalar Ali Shoh Begga gap yondirolmaydi. Ammo orqasidan dahri, murtad deb tillaydi. Soqollarini tutamlab xaplashadi. Bugun qo'zi chush mahalda to'shib kelingan G'arbidagi suvni talishib, so'pi lashkarlar bilan Shohzoda Yo'lbosxonning lashkarlari orasida g'ovg'a ko'tarildi. Har ikki taraf suvni o'zining qarorgohiga akitib, tushlik tomoqqa hozirlik ko'rishga oldiraydi. Ular bir-biriga yo'l qo'ymaydi. Tortishish, ittirishlar, yoq siqishishlar, keyin bir-birini qilishishga o'tdi. Ahvaldan xabar topgan Ali Shoh Beg bilan Molla Saqi, Molla Naqila kelib, jidalni
arıcılab boğuca su talışıp ölgenlerinin sani 10'dan, ağır yengil yaralanğanlarning sani 50'den işip ketgan edi. Ali Shohbek g'azabini zo'rg'a besib olib turib, suvni har ikki tarafga tang taqsimlab berdi va buningdan keyin har ikki taraf o'zining suyini o'zi akilib ichidiganga farmon tushirdi. Bu sayda mushundoq turaversak, lashkar sarvozlarimiz jang qilmay turibla ussuzlik va kasal azobidan qirilib ketadiganga o'xshaydi. Dedi bargohi oliyga qaytib kelgan Ali Shohbek sarkatlariga qarab. Endi Qo'sh Mirzo degan qeri tulkimu bir o'stang suvni o'ngchi egilib olib, bizni bir temim suvga zar qilib qo'ydi. Qarorgohiga mahkam bekinib olib, yo jangga chiqmadi. Uning maqsadini endi bilyapman. U bizni mushu sayda ussuzlikdan qiynalib, lashkarlarimizning jangovarligini sundirib, jang qilmayla el qilmoqchi. Shunga necha martaba jangga undisakmi, choshqandek iniga kirib olib, yetib olgan gap. Biz uning domiga tushibdik. Isit qachonmi lashkari tadbirda uningga tanglashamiz. Bo'ldilar, bu yerda quruq ovora bo'lib tirkishib, o'limni kutib turmay, darhol chekinayli. Nega chekinimiz, amir lashkari janoblari? Dedi Molla Saqi Ali Shohbekning maslahat musammay o'z oldiga hukm chiqarganiga norozi bo'lib. Yengsağı bo'lmay, nega bo'ladi? Dedi Ali Shohbek qapqini turib. Barliq qarargohlar yuk taqalarini tengib, taq bo'g'ay. Tun nisbi bilan yovga bilindirmay chekinimiz. Yengsar qalasi mudofiyaga aplik. Hujum qilishga apsiz joy. Suyimi mo'l, havosimi salqin. Lashkarlarni saqaytib olgandan keyin ondan ostoniga yurish qilsaqmi kechikmaymiz. Sarkarlar lashkarlarni Yengsarga chekindirish tayyorligini qilish uchun bargohi oliydan chiqib ketdi. Ali Shohbek soy o'tirsidagi iqimni egilashda bir qadam kechikib qilib, qanchalik pushaymon qilgan bo'lsa, necha kundan beri shuncha undabmi jangga chiqarilmagan xon lashkarlaridan xotirjam bo'lib, suv halakchiligida bexudlashib, yovning ahvolini kuzatib, xabar elib turishni bo'shashtirib qo'yganligidan mana endi shunchalik pushaymon yemakda edi. Mana hozir o'ylamagan yerdan chiqib, xon lashkarlari ularning qarorgohiga xuddi qo'y qutuniga etilgan bo'rlardek bostirib kelmoqda edi. U o'zi tosh sanab bo'g'icha, endi Qo'sh Mirzoning qum sanab, xuddi avliyolardek hukm chiqarib, har bir ishda o'zidan bir qadam oldida mangadigan donishmandligiga yana bir qatam qo'l qo'ydi. Lashkari ilmda o'zining Hind Qo'sh Mirzodan xilla xom ekanligini e'tirof qildi. Shu topning o'zida jangovarligini butunlay yo'qotgan lashkarlari bilan g'ayrat jasorati urg'ib turgan xon lashkarlariga taqobil turish to'liq nodonlik edi. Chekinish, faqat chekinishla halokatdan qutulishning birdan-bir yo'li edi. Ammo shiddat bilan bostirib kelayotgan yovning changilidan omon eson qutulib chiqishmi uncha osonga tushmaydi. So'pi lashkarlar allaqachon teri-peram bo'lib ketgan bo'lib, ularning lashkari qaysi, sarkardisi qaysi ilg'i qilib bo'lmaydi. Chunki Molla Saqi bilan Molla Naqi lashkarlarini tashlab qo'yib, eng avval o'zlari quyruqini xoda qilgan edi. Faqat Qashqarning muntazam lashkarlari o'z qo'shinining tug'i atrofiga jam bo'lib, sarkarlarning boshchiligida qarshilik ko'rsatgach, tartiblik chekinayotdi. Xon lashkarlari ularni sögatkicha sur to'qay qilgandan keyin ondan bo'ldi qilishdi. O'z vaqtida o'z qo'li bilan tarbiyalagan Ali Shohbek, Ali Qulbek, Oqqufka sarkarlarni Hind Qo'sh Mirzo nima uchundir oyab, yana bir qatim chiqish yo'li qoldirishni ko'zlab, sarkarlar lashkarlariga mag'lub bo'lgan qo'shqin qo'shinni qo'g'lashni to'xtatishga farmon tushirgan edi. Ali Shohbek qirg'indan oron tasda qutulib, bir qismi o'lib, bir qismi qechib eshib qolgan 5000 ga yaqin lashkarlarni agashtirib, qosh qarayganda Yengsar qalasiga yetib keldi-da,
qal'a darvozasiga sepil ustiga qadalgan xon lashkarlarining tug' alamini ko'rib, o'zining yov bilan jang qilishini o'ylab, Yengsar qal'asini qo'g'dashga sal qarg'anligidan yana bir qatim pushaymon yeb, hasrat chekib ketdi. Şahzade Yo'lbosxonning suyrug'anligidagi butkul Qashqar zaminini Hinduqush Mirzo butunlay tasarrufiga ilib bo'lgandek tuyg'uga kelib, yuragi ansiz so'qib ketdi. Hinduqush Mirzo degan quv tulka qachonlarda egilib olgandir bu qal'ani? Ularning orqamiz tarafga o'tib olganini ajab to'ymay qaptimiz ya? Dedi Ali Qulbek g'azabdan bo'g'ilib. Qarab turmay hujum qilib tortib olayli, aka. Nemimiz bilan tortib olamiz? Ey aziz qarindishim, ey aziz inim, dedi Ali Shohbek hasratlangan holda. Urib va inki bilan orqasidagi yerib holdan ketgan ruhi to'limi tushkun lashkarlarni ko'z turib. Muni abjiq chiqib ketgan lashkarlar bilanmi? Eng yaxshisi izdimizni qilganni bilib Qashqarga ketib olayli. Nima deganlar bu, aka? Dedi Ali Qulbek sal terikib. Bilmadimmi, ey aziz inim, dedi Ali Shohbek inisiga qarab. Hinduqush Mirzo o'z vaqtida bizga singdirgan ajrini demagan bo'lsa, bunu lashkarlarimizmi tamomiy qirilib tugagan, ham biznimi hiylig'icha aman qo'ymagan bo'ladi. Bizning yuz xotirimizni qilib, ham Shahzoda Yo'lbosxon oldidagi yuz obro'yimizning butunlay to'kilib ketmasligi uchun orqamizdan qirchap qilib bostirib kelayotgan sarkarda lashkarlarini darhol to'xtatib oldi va chekinish yo'limizni butunlay uzib tashlamadi. Bo'lmagan bo'lsa, aka ini ikkimiz o'zimizni hiylig'icha otning ustida emas, boshqa yerda ko'rgan bo'lardik. Eng yaxshisi Yo'lbosning burtini tatmay Qashqarga qaytib olayli. Qoldi ishlarni keyin bir nima deyishamiz. Ular Yengsar qal'asi bilan qiymagan holda o'ntinsizla xo'shlashdi-da, otlarning beshini Qashqar tarafga burdi.